果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Batparaqchilikda qolgan g'alati maqluqlar. Bu sening g'alati maqluq pechinang. Bu mening g'alati maqluq pechinam. Bu mening pechinam. Ondan bu mening. Ha, Makis, menga bir tal pechini berasan, o'zing 3ni olasan. Mushunda qilsang, odil bo'ladi. Endi her ishkilimizning g'alati maqluq pechinisi yo'q bo'ldi. Hey, endi odil bo'ldi. Chaqiriq ekran hamisha govuni qo'rqitib yutadi. Men hayron qilishni yaxshi ko'raman. Chiqroq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maqluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Bu g'alati maqluq yasasining o'qituvchisi Mufli xonim ekan. Mufli xonim. Bugun sizga qanday yordam lozim bo'lib qoldi, Mufli xonim? Bugun men qo'rqinch g'alati maqluqlarni mashinaga chiqarib bog'ichiga olib bormoqchi edim. Voy, kichik maqluqlar baxush bo'lib ketganda qachon? Shundaq, ular baxush bo'lib ketdi. Xushalligidan g'alati maqluq mashinasini buzib etdi. U hozir g'alati maqluqlardan qochib yuriydi. Men hozir g'alati maqluq mashinasida kichik maqluqlarga yetarli o'rin bor yo'qligini bilolmadim. Siz bizga yordam qilsin demoqchimi, Mufli xonim? Shundaq, sizlarning yordamingizga bekmi muhtoj. Ensirman Mufli xonim, g'alati maqluq matematika atrofdagilar hozirla yo'lga chiqadi. Ma'qul hamsa, yo'lga qarayman. Biz Mufli xonimning qishiga berib, kichik maqluqlarning mashinaga chiqib, bog'ichiga berishga yordam qilaylik. Hamma ishmaga biz cho'qim hal qila olamiz. G'alati maqluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maqluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Hey, sizning g'alati maqluq matematika atrofga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maqluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, o'zaro teng. Kelar qatim raqamlik maqluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maqluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. O'zaro teng. Hozir emas-ku bu. Kelar qatim raqamlik maqluqni ko'rganingda aniq desam bo'ladi. Men bak hayajonlanib ketibman. Shunga tahrir qilolmay qoldim. G'alati maqluq matematika atrofdagilar, biz Mufli xonimning kichik maqluqlarining bog'ichiga berishiga yordam qilaylik. G'alati maqluq matematika atrofdagilar, sizlarning kelganinglardan intayin xush bo'ldim. Oldi bilan biz bichar g'alati maqluq mashinasining addi yushirib olmasligiga yordam qilaylik. Buni menga topshiring, Mufli xonim. Tez qarang. Men qiziqarli shakllarga o'zgara olayman. Kichik g'alati maqluq mashinasi. Qarang, men 2 raqamga o'zgardim. O kichik maqluqlar bilan qaringiz bo'lmasin, g'alati maqluq mashinasi. Men qarang, men yana boshqa narsalarga o'zgara olayman. Hozir men chashqonga o'zgardim. Apla. Men qisilib qoldim. G'ayrat qil, sen qila olaysan. Oyja. Sizlar g'alati maqluq mashinasini muknib olgan yerdan chiqardinglar. Yaxshi qilding-ku. Sen yaxshi qilding, Makis. Bu kichik ishlar. Endi biz g'alati maqluq mashinasida kichik g'alati maqluqlarga yetarli o'rin bor yo'qligiga qarab boqaylik. Lekin biz bu g'alati maqluq mashinasida kichik maqluqlarga yetarli o'rin borligini qanday bilamiz? Men ovozni angladim. Sizlar raqamlik maqluqni ko'rdinglarmi? Undaqda biz yana bir qatim g'alati maqluq matematika eskartish so'zini topaylik. Men 3 sanayman. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1, 2, 3. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maqluq matematika o'qimlar ko'rsatib keldi. 4 kichik maqluqlarning hammasi yeşil ranglik banan yeshini saqlab otadi. Yetarli bo'lgan bananlarni g'alati maqluqlarga tarqatqili bo'lamdi. Eng
adil bo'lgan usul bo'lsa, g'alati mahluqlarga bananlar mos kelishi kerak. Bananlarning soni g'alati mahluqlarning soni bilan teng bo'lishi kerak. Qaranglar. G'alati mahluq ana bananlarni g'alati mahluq bolalarga tarqityapti. 1 2 3 4 bananlarni 4 g'alati mahluqlarga tarqitib berdi. Mushundaq bo'lsa, soni dal o'zaro teng bo'lgan bo'ladi. Ular bananlarni hop qilib yeb bo'ldi. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani. Biz hozir nimaning o'zaro tengligini bilib oldik. Bundan biz g'alati mahluq mashinasida g'alati mahluqlarga yetarli o'rindiqlarni taqsimlab berish usulini bilib oldik. O'zaro teng bo'lsa matematikalik bilim bo'lganda ekan. Biz birlikda g'alati mahluq matematik o'qimini ishlataylik. Biz avval g'alati mahluq mashinasining o'rindiqining soni bilan kichik g'alati mahluqlarning soni o'zaro teng bo'lamdi, yo'q, oydinlashtirib olaylik. Shundaq. Agar ularning soni o'zaro teng bo'lsa, unda hammasiga yetarli o'rin bor bo'ldi. To'g'ri. Biroq biz qanday qilamiz? Matematik ko'rish ekranida ko'rsatgan isingni bormi-ku? Ha, esimda. Biz kichik mahluqlarni bir ratga tizib, andin ularning har biriga birdan yashil ranglik banan tarqitib beramiz. Kichik g'alati mahluqlar yashil ranglik bananlarni bek yaxshi ko'rib qopti. Biz o kichik mahluqlarni bir ratga tizib yashil ranglik banan tarqitishning hojati yo'q. Ular faqat g'alati mahluq mashinasining qishida tizib tursa bo'ladi. Yaxshi amal bo'ldi, Leyli. Mushunda qilsak, biz kichik mahluqlar bilan g'alati mahluq mashinasining soni o'zaro teng bo'lamdi, yo'q, bilalaymiz. Menimcha bu rostla qaltis amal ekan. Biroq yashil ranglik bananlar bakli yeyishlik. Menimcha men yana yashil ranglik bananlarning ismini demasam bo'ladigandek qiladi. Endi demagan xushop qolay. Voy dötla. Bo'ladi matematik atatikilar biz kichik mahluqlarni yig'ib g'alati mahluq mashinasini qishi turg'izaylik. Yetarli o'rin bor yo'qligiga qarab boqaylik. Bo'ladi, kelinglar, kichik mahluqlar. Ovoyaga berib, bir rat bo'lib tizlanglar. Hammanglar birdan o'rindiqni qishib turinglar. Sizlarcha ularga yetarli o'rin bor bo'ldimi? Kelinglar matematik atatikilar. Biz birlikda o'rindiqlarning soni bilan kichik mahluqlarning soni o'zaro teng bo'lamdi qarab boqaylik. Sizlar-chi? Aldı bilan biz kichik mahluqlarning sonini sanab boqaylik. Andin o'rindiqni sonini sanaylik. 1 2 3 4 kichik mahluqlar. 1 2 3 4 o'rin. Bak yaxshi bo'ldi. O'rindiqlarning soni bilan kichik mahluqlarning soni o'zaro tengga. Ularni o'rindiqda o'ltirg'izaylik. Siz bu kichik mahluqlarning ustingizda o'ltirishiga tayyor bo'ldingizmi, g'alati mahluq mashina? Birinchi nomerli kichik mahluq birinchi o'rinda o'ltirsin. Ikkinchi nomerli kichik mahluq ikkinchi o'rinda o'ltirsin. Uchinchi nomerli kichik mahluq uchinchi o'rinda o'ltirsin. To'rtinchi nomerli kichik mahluq to'rtinchi o'rinda o'ltirsin. 4 kichik mahluqlarga 4 o'rindiq bor. Soni o'zaro teng. Voy! Undaq bo'lsa, biz bog'chiga boraylik. Hargizmi yashil ranglik bananning ismini depsamma. Oyja. Ay, apla. Men yana yashil ranglik bananning ismini depsaptiman-da. Demagan bo'lsang yiqilmaydiq. Bo'ldi, bog'chiga yetib keldik. Hozir kichik mahluqlarning dala tamoqi yeydigan vaqti bo'ldi. O'ldirmanglar kichik mahluqlar. Hammanglarga dala tamoqi yeydi, xotirjam bo'linglar. Abla, shunday bo'lishini umid qilaman. Dala tamoqini oldirib kelgan edim. Kichik mahluqlarga yetgudek ekelganda menmi uqolmadim. Agar dala tamoqi hamma kichik mahluqlarga o'xshashdi yetmasa, adolatsizlik bo'lib qoladi. Biz qanday qilishimiz kerak? Biz o'zaro teng uqumda foydalansak bo'lamdikin. O'zaro teng, bu qanday gap bo'lib ketdi? Matematik ko'rish ekrani esingda bormi? Ha, to'g'ri. O'zaro tengligimiz har bir guruhda o'xshash sonlik narsalarning borligini ko'rsatadi. Masalan, agar bizda bir guruhda yashil ranglik bananlar bo'lsa, Oyoq bo'ldi dema. Sen bilirsan bo'ldi dema. Shunga, agar dala tamoqining soni kichik mahluqlarning soni bilan teng bo'lishi kerak. Biz sanab boqaylik. Bo'ladi. Har birimiz ikkidan dala tamoqlarini elib, kichik mahluqlarning oldiga tizaylik. soni o'zaro tengmi?
bizga sanışıp beringlar. 1, 2, 3, 4 kichik maxluq. 1, 2, 3, 4, 5 xalta dala tamaqı bakken. O'zaro tang emaskan. Dala tamoqlarning soni kichik maxluqlarning sonidan ko'pkan. Lekin bizda kichik maxluqlarga tarqitib bagidek yetarlik tamoqlar bor. Biroz ortiq ketsa hech qisi yo'q. Kichik g'alati maxluq mashinasi bugun belcha batardi. Ortiq olgan dala tamaqini unuga berayli. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atratikilar. Biz Mofila xonimga yordam qilib kichik maxluqlarni mashinaga chiqardik. Hamda ularga dala tamaqlarni taqib berdik. Biz o'zaro tangning ma'nosini bilib oldik. Shunga g'alaba qila oldik. Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabaga keltirdik. Abla. Mofina xonim, siz nimishqa daraxtdan kelgan mo'kib olasiz? Men faqat g'alati maxluq mashinasi yo'shirinib oldi desam, sizmi yo'shirinib olibsiz-ku? Dala tamaqining ichida nima borligini bilgan bo'lsangiz, sizmi yo'shirinib olgan bo'ladingiz-ku bu? Yeşil ranglik banan.